Mani bolam xudoga shukr oyiga $5000 beradi. Va keyingi oy mana dam olishga chet elga jo'natmoqchi. Mani o'g'lim boksyor bittasi. Xudo xolisi Kia beraman deb aytibdi. Niyatiga yetsin ilohim o'g'lim. Mashalloh. Bolalarning orqasidan yuramiz deya rohatini ko'rib yuringlar. Ilohim, kene, ilohim. Opa, jiyaningiz ona gap o'ynayman, sizga pul beraman deyapti. $100 o'ynayman desam, yo'q ona, $100 nima qilasiz? $1000 gaplarga o'ynaying deyapti. Hammaga ham emas. Unaqa bolasi pul berish. Aytgancha, o'zi jiyanim nima ish qilyapti? O'zi o'qitgan edi, institutlarda. Qanaqadir o'zgarishlar bormi hayotingizda? Endi Xudoni bergani nasiba. Birovdan oldin, birovdan keyin. Mani ham o'g'lim yaxshi bo'lib qolar. Harakat qilyapti-ku. Ha, bo'ladi, bo'ladi. Qachongacha mana shunaqa takasaltenga o'xshab yurasan, a? Men sen nimaga o'qitdim? Birovlardan qatim kam, meni bolalarini qaragin. Bittasi bivaydo beribdi oyisiga, bittasi hajga chet elga jo'natyapti. Sanchi? Oyi, meni ham ishlarim yaxshi bo'lib qolar. Go'rdan yaxshi bo'ladimi? Gapni qop-qop, pul desa Samarqanddan topsan ekan. Odamga alam qiladi. Shuncha kontrakt to'lab, topadigan oyligi 4 million. Meni qatim kam, ammalaringdan qatim kam. Qo'shni ayollardan qatim kam. Hammasi onasini hajga jo'natyapti. Ammalaring o'g'illari tegi mashina olib bergan. Mancha takasalten olgan 4 million oyligini menga minnat qilasan? Endi chiqib o'g'irlik qilmayman-ku. Men senga o'g'irlik qildimanmi? Mana shunaqa gapim yoqmaydi senga. Bashiring qursin bola bo'lgan. Yoshligimdan odamlarning bolasiga tenglashtirdingiz. Shu hech birovlarning bolasidek bo'la olmadik. Shu ham zahar bo'ldi. Ha, mana shunaqa bizani choyimiz ham zahar, tilimiz ham zahar. Oladigan 4 million oyligi tiling 5 xarij. Qachon odamlarga o'xshab o'tiraman men ham. Voy keling, voy keling.